Assalomu alaykum O'zbekiston tarixi telekanalining aziz muxlislari. Assalomu alaykum. Efirda juda bir antiqa ko'rsatuv, yaxshi bilasiz. Biz avval taom dasturida tarixiy qadim retseptlar bilan bir qatorda ularning qachon paydo bo'lgani haqida muntazam ravishda ma'lumotlar berib boryapmiz. Bugun ham tayyorlaydigan taomimiz bulamiq deb nomlanadi. Bu qaysidir ma'noda avval ko'rsatganimiz atala taomiga ham o'xshab ketadi, lekin farqli jihatlari ham bor. Buni ko'rsatuv davomida bilib olamiz. Demak, avval taom ko'rsatuvini boshlaymiz. Demak, bulamiq taomi. Nomlanishi ham o'zgacha. Azizlar, bu antiqa tarixiy taomni bizga tarix fanlari doktori, mashhur turkolog, juda ko'plab aynan turkologiyaga oid tarixiy ma'lumotlarni izlab topib, muntazam ravishda teletomoshabinlarimizga ulashayotgan olimi Feruzaxon Jumaniyozova tayyorlab beradi. Xush ko'rdik ko'rsatuvimizda. Shuningdek, ko'rsatuvimizga biz xalqimizning sevimli san'atkori, O'zbekiston xalq artisti Maryam Sattorovani hamda elimizning sevimli romannavis ayoli, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, dramaturg, publitsist Shahodat Isaxonova bugun dasturimiz mehmonilar. Xush ko'rdik barchangizni. Bulamiq haqida eshitganmisiz, Shahodat opa? Albatta eshitganmiz. Bulamiq bu qadimiy taomlarimizdan biri. Bulamiqni atalaga ham o'xshatishadi va sevib tanovvul qilingan. Bilasiz, qadimlardan beri keladigan taomlardan biri hisoblanadi hamda, chunki bizda xalqimiz azaldan o'sha kurashlarda, janglarda ko'proq yurishganda va o'shanda ko'proq don, dunli, unli mahsulotlarga ehtiyoji bo'lishgan. O'sha ma'noda masalan atalalar, keyin bulamiqlar tayyorlangan. Tatib ko'ramiz, tarixga nazar tashlaymiz. Feruzaxon, mana shu taomni pishiramiz deganingizda aytdingizki, faqirlar taomi bu, dilafruz dedingiz. Endi bunaqa deyishimga sabab haligi ingredientlari, ya'ni uni ichiga solinadigan mahsulotlar juda kam. Chegaralangan, ya'ni yoki har xil ziravorlar solinmaydi. Bu uning nihoyatda qadimiy ekanligini anglatadi. Hattoki bu taomni qaysidir ma'noda o'sha sumalaklar oilasiga ham kiritish mumkin. Chunki sumalakda ham un, suv va uni tinimsiz aralashtirish. U biroz uzoqroq qaynaydi. Bulamiq o'sha sumalak, atala kabi har xil don-dunlarni unlaridan kamgina mahsulotlar bilan tayyorlanadigan ovqat hisoblanadi. Feruzaxon, bugungi masalliqlarimiz bilan tanishtirib o'tsangiz, men tushunishim bo'yicha bu yerda jo'xori uni, alohida masalliqlar ro'yxatini muntazam ravishda e'tiboringizga havola qilar edik, lekin ikkitagina mahsulot bo'lgani uchun Feruzaxon o'zingiz aytib qo'ya qoling, nimalar ishlatiladi? Endi bulamiqni eng asosiy mahsuloti mana sumalak, atalalarda bug'doy uni bo'ladigan bo'lsa, buning alohida ajralib turadigan xususiyati mana ko'rsataman, shunday oq jo'xori unidan qilingan undan tayyorlanadi va bu qish taomi aslida, ya'ni juda haligi inson tanasini isituvchi, quvvat beruvchi, o'sha bahodirlar bo'tqalari qatoriga kiritsak ham bo'ladi aslida. Hozir issiq kunda ham tatib, kuchga kirib, albatta. Va ikkinchisi, bu bulamiq tayyor bo'lganidan keyin ustiga xuddi atalalarga o'xshab, biz boshqa qayish kabi ovqatlarimizga o'xshab, mana oddiy qishloqlarda sarimoy deyishadi. Ya'ni yo'q, hech qanday trans yog'larsiz, oddiy o'sha qaymoqni kuydirish orqali qilingan sariyog' hisoblanadi. Bu ustiga qo'yiladi. Umidjon aka, retseptni aytmadik, lekin hech bo'lmaganda masalliqlar vaznini, me'yorini aytib o'taylik. Taxminan qancha sariyog', qancha jo'xori uni, to'g'rimi?
Albatta. Umidjon aka, taxminingizcha qancha bu yerda sariyog' bor? Bu haligi ruslarimiz aytadi-yu, skashi smasli kashini sporch deydi-yu, haligi yog' bilan bo'tqani aynitib qo'ymaysan degan Qancha ma'noda. yog' ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi qanchalik demoqchilar. ko'p bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Lekin jo'xori unidan Xorazm, Qoraqalpoq vohasi taraflarida keng foydalanadi. Men eng sevib iste'mol qilgan taomlarimdan biri jo'xori gurduk deyishadi. Uni ko'p qilardik va bugun ko'ramiz, qani endi jo'xoridan qilingan bulomoq qanaqa bo'lar ekan. Demak, oshxonani biz qizlarimizga topshiramiz va anchadan beri bizni sog'intirib qo'ygan, intizorlik bilan kutgan, o'z ijodlaridan to'xtamagan Maryam opa bilan gaplashamiz va suhbatimizni Maryam Sattorova bilan davom ettiramiz. Albatta. Maryam opa haqiqatda bir uzoq bir tanaffus qiladilar, keyin olovday chiqadilar. Sog'intirib. Xush kelibsizlar ko'rsatuvimizga. Ko'rsatuvimizni ko'rib juda xursand bo'ldik va bugungi ko'rsatuvimiz ham ma'naviy suhbatlar bilan davom etadigan. Suhbatda avvalda Maryam opa bilan bir qiziqtirgan savollarimiz bilan bog'lansak. Opa, ancha bo'ldi ko'rmay qolganingizga. Sog'indik sizni. Qo'shiqlaringizni har doim tinglab yuramiz. Ijodda nima yangiliklar? Ijodimiz gullab yashnayapti. Biz hozir Shahodat opam bilan Zebiniso xonim begim ustida ishlayaptilar opam. Shuni ichida bir narsa yozgan ekanlar. Men bu kishini ko'rsatmasdan yoshirib o'qib, sevib qolib she'rlarni shuni kuylamoqchiman yaqinda, eshitasizlar xudo xohlasa. Hozir xirgoyi qilib bera olasizmi? Zebiniso g'azali bilan Eshitamiz, so'raymiz. Zebiniso g'azali bilan Samarqand ushlog'ini biz sevib tinglaganmiz. Bu qo'shiq ham Samarqand ushlog'i darajasidagi xalqimizni sevimli. Yorilmasani eshitgansiz. Charxning men ko'rmagan Zebiniso begim haqidagi romanim, dramam haqida Maryam boni ham eshitganlaridan keyin Zebiniso begim haqidagi she'rimni o'qib berdim. Juda qattiq ta'sirlandilar va yaxshi ko'rib qoldim dedilar-da. O'zim aytib beraman opajon. Men bu opani juda ko'pdan bir qidirib yurardim o'rtoqlar. Bitta mamlakatda yashasak ham o'sha Bibixonim kitoblarini o'qiganimdan keyin, undan keyingi kitoblarni ham sizlar mashhur kitoblar yozdilar. Butun hozir boshqa mamlakatlar bo'ylab ham hozir opamning ishlari juda ham yurishgan. Keyin bu kishini sevib qolganimdan keyin oilaviy hayotlar bilan tanishdim, farzand tarbiyalarini ko'rdim, qudandalarini ko'rdimda, keyin yangi asarlarga ko'zim tushib qoldi-da. Haqiqatdan ham o'sha olima Zebiniso xonim bizni O'zbekistonimizni faxri, butun dunyoni faxri u ayolda. Shunday iffatli ayolda, u kishi olimalik u kishiga nasib qilganda, endi mana shu qalbidagi hijobdagi ayolda maqomchilar, qo'shiqchilar bunday kiyinib olganimiz bilan, ularning so'zlarini aytganimiz bilan xuddi o'shanday tabiiy insonlar, ayollarni qidirib yuramizda. Tarixga munosabatlarichi ularni qarang. Tarixga munosabatlar hech kimnikiga o'xshamaydi. Nihoyatda mukammal. Muhitda ham ta'sir bo'lsa kerak. Men yaxshilab 5 ta kitob sovg'a hadya qildingiz, rahmat ming bor. Yana kutaman kitoblaringizni. Har kun qaytarib o'qiyman. Ishonasizmi? Bularimni ko'raman, topaman ichidan. Xola boshqa ammalarimni topaman. O'zimni o'sha Shahrizabzda yurgan mahallalarimni ko'raman. Bor sharq mamlakatlarida borib qo'shiq aytish nasib qildi. Rivojlangan Yevropa mamlakatlarida shohona bir nimalarni ko'raman. Bir oddiylikni, kenglikni ko'raman. Opamdagi so'zga e'tiqod bilmayman nechta shoiralarga nasib qilgan. Shahodat opam ko'plab tarixiy mavzudagi romanlar yaratdilar. Maryam opa, baribir meni savolimga javob bermadingiz. Ancha vaqt shu pauza, tanaffus saqlab, keyin birdan yalt etib chiqasiz-da. Mana shu tanaffus saqlashingizning boisi nima? O'zim ustimda ishlayman. Men juda ko'p boshqa sohalarni ham mana shu liderlarga havas qilib, yaxshi ko'rib, masalan, sevib, e'tiqod qilib yashaydigan odamman-da. Mana o'shalardan soha jihatda ham biza kam bo'lmasligimiz kerak-da. Faqat kiyimni yaltiratib, ichingizni qaltiratsangiz, u kulgulikda. Shunday chiqishingiz kerak, aytga, aynan o'sha hozir mana opam ijodlariga urg'u beryapman. O'sha onaxonlarimiz o'tganlar, o'sha mo'minalar, o'sha olimalar, mana shu bizning faxrlarimiz, davlat arboblari bo'lgan ayollardan shunday
ovozlarni Xudodan so'rayman, o'qiyman, mana shunaqa Fikriddin opalarimni asarlarini, akalarimni asarlarini, chiroyli asarlar, qo'shiqlar qildim, eshitasizlar yaqinda. Maryam Sattorova deganda beixtiyor bizni hayolimizga Samarqand ushshog'i, Qurbon o'lan, shunaqangi qadimgi qo'shiqlarimiz yodimizga keladi. Mumtoz qo'shiqlar. Hozir bir sizni qo'shig'ingizdan eshitaylik Maryam opa. Ey dil, suyunchi bir butun, bazminga dildoring kelur, har neki ta'rif aylasang, etgan sazovoring kelur, etgan sazovoring kelur. Deb hozir yo'lda bitta qo'shiq tayyorlab kelyapman. Zebi Niso xonimni kitoblarini qo'limga ushlabda, ey dil suyunchi bir butun, bazminga dildoring kelur, har neki ta'rif aylasang, etgan sazovoring kelur. Mumtoz san'atimiz betakror, chunki unda tariximiz ham mujassam, undan ham ko'plab tarixiy ma'lumotlar olishimiz mumkin. Tarix fanlari doktori Feruzaxon Jumaniyozova bo'lamiqni tayyorlayaptilar. O'sha nomakopli suvga jo'xori unini soldilar, atalayaptilar. Ana mana tarixiy taomni ham tatib ko'ramiz. Aziz teletomoshabinlar, umid qilamizki, bugungi suhbat sizga manzur bo'layapti. Elimizning sevimli san'atkori, O'zbekiston xalq artisti Maryamxon Sattorova hamda dramaturg, publitsist, yozuvchi, tarixiy romanlar muallifi Shahodat Isaxonova ham bizga ko'plab tarixiy ma'lumotlar berib boryaptilar. Shahodat opa, boya ko'rsatuv tayyorgarlik jarayonida siz bo'lamiq bilan bog'liq bir naqllarni ham aytdingizda. Shunday, chunki men asar yozishda qahramonlar haqida ham yozaman. Qahramonlar haqida ko'proq bilgim keladi. Masalan, millatlar haqida bo'lsa, yo bo'lmasam bir qahramonim haqida bo'ladigan bo'lsa ham o'sha nimalar yegan, nimalar, qanday ovqatlarni suygan, yo bo'lmasam qanday ashulalarni yaxshi ko'rgan. Bu ham endi albatta tarixni yozishda kerak bo'ladi. Ayniqsa tarixni yozishda biz qadimdan momolarimiz, bobolarimiz nimalarni yoqtirishgan. Ma'naviy dunyosi, ularning ma'naviy dunyosi qanday bo'lgan? Albatta kitobxon sifatida agar o'sha siz yozgan asarlaringizni o'qiganimizda uni kiyimidan tortib, tashqi ko'rinishidan tortib, ro'zg'or buyumlaridan har bittasi, hatto ichki kechinmalarini ham siz orqali biz buni kitobda o'qiganimizdan keyin bilamiz va tarixga siz orqali kirib boramiz. Yoritib berishimiz kerakda. Masalan, oddiy o'sha bulamiq haqida eshitganimda, bulamiqni qanday tayyorlanishini so'rashim bilan birgalikda bulamiq haqidagi bir maqolni eshitdimda, keyin atalay bulamiqqa o'xshamagin dedi-da bir ayol boshqa bir ayolga. Keyin men aytdimki, atalay bulamiq qanaqa taom bo'ladi desam, atala alohida endi, atala. Bulamiq degan ham taom bor. Bulamiq degan taom ham o'sha atalaga o'xshagan. Lekin o'sha bulab yeyiladigan narsa, bulamiq nomidan kelib chiqilganda bulab yeyiladigan narsa. Bu endi ish qilyapti-da. Atalay bulamiqqa o'xshab hech bir haligi sonli ish qilmayapti. Ana shunaqa odamlarga beriladigan baho deyishdi-da. Ko'rdingizmi? Har bir nima insonni ham, fe'liga ham, masalan, qilayotgan ishiga ham qarab, hatto taomlarni ham bu maqol tarzda ishlatish mumkin ekanda. Yuzi nondek issiq ekan deyishadi. Yuzi nondek issiq yaxshi, ijobiy bo'ladigan bo'lsa, nonga o'xshatishar. Haqiqiy non aziz. Endi atalay ovqatimizda boyagi suyuq bo'lganligi uchun bulamiqqa o'xshatishgan, u ham endi tansiq taom. Bu ham taom hisoblanadi, lekin ba'zan tanqid qilishda ham ishlatishar ekan. Men o'sha
40 kokil qizman o'shal hur o'shal shirmon yuzman degan bir jumlani eshitganman. Shunday. Shirmon yuz. Shirmangiz. Endi Maryam opa qarang, bizni ko'rsatuvimizda shu qadimgi unutilish yoqasiga kelgan, lekin shu hududlarda qilinadigan taomlarni mana ko'rsatuv davomida ko'rsatamiz, tomoshabinlarimizga namoyish etamiz. Bir ko'rsatuvimizda qashqadaryolik bir qizimiz kelib turib bizaga ugra palov qilib bergan edilar. Juda shirin. Juda maza qilib yegan edik. Shunaqangi qadimgi taomlar haqida, qanaqa taomlarni bilasiz, shular haqida ham suhbatlashdik. Maryamxon ugra palov bilan chuchvarani hech kim bunaqa tayyorlanmasa kerak. Endi biz katta onam deb gapiramiz, ya'ni otamning onalari va onamning onalari nihoyatda yaqin dugona bo'lishgan, qo'shnilar quda bo'lishgan. Otam Said bobo, onam Robiya momo. Mana shu maktabga o'xshardi hovlimiz. Sinfdoshlarimni olib kelardim, opalarim, akalarim sinfdoshlarini olib kelardi. Biz buvimlardan o'rganardik. Mana shu ugra palovni rostalik, siz bizga mehmon bo'lib kelinglar, biz ugra palov qilib beraylik. Nabiralar bilan eng yaxshi buvimni yaxshi ko'rgan ovqatimiz edi, taomimiz. Endi Qashqadaryoda nihoyatda keng va shirin taomlar, tandir olovda pishiradigan taomlarimiz bilasizlar. Masalan, kiyik go'shtidan, qo'chqor go'shtidan, mol go'shtidan, tovuq, o'rdak, mana shu hamma taomlarni, tuxumli ovqatlar masalan. Juda ham ko'p ko'katlar yeydi bizda, juda ham ko'p ko'katlar, mevalar. Ayniqsa Qashqadaryo tili bilan aytay, biz u ovqatlarni cholopimizsiz, cholopsiz yemaymiz. Yaxshi. Ayron, cholopimiz. Ayniqsa bunaqangi issiq kunlarda, jazirama paytlarida cholop Bir kasadan cholop beramiz. Yaxshi. Mana bulamiq taomimiz ham, bulamiq yemagimiz. Sekin bilq qaynab pishishga tayyor bo'lyapti. Ko'rganingizdek, mana bu tovoqlarni endi qadimgi turkicha tovoq nomi bilan ataymiz yoki bodiya degan ham mashhur nom bor. Endi mana shu ovqatni suzish uchun tayyorlayapmiz. Dilafruzxon, men sizga bitta hujjatli film ko'rganimni aytib beraman. Xuddi menga bulamiqni eslatdi shu holat. Birinchi ovqat qanday bo'lgan? Hali qozonlar kashf qilinmagan davrda, bu adashmasam yo Go'bakli tepa haqidagi, ya'ni bundan 12 ming yil oldin o'sha dunyoda birinchi marta ibodatxona qurgan, hozirgi Kichik Osiyo, Turkiya hududlarida topib o'rganilgan juda katta yodgorlik. Ikkinchisi bu Chatalguyuk madaniyati, u ham Turkiya hududlarida joylashgan. Bular dunyoda birinchi marta bu madaniyat vakillari bug'doyni madaniylashtirib, uni toshlar bilan ezib, yanchib, un holiga olib kelganlar va o'shanda dunyodagi birinchi taom qanaqa tayyorlandi deganda, toshni o'yib, uni ichiga o'sha maydalangan, ya'ni qizdiradi, o'yilgan toshni olovda qizdirib, uni ichiga xuddi shunaqa maydalangan, yanchilgan bug'doy unini solib, tezda bulab aralashtiradi va shu ovqatni yeb, ular kuch to'plab, ular hali dehqon, ovchi, termachilovchi, endi dehqonchilikni yaratayotgan xalqlar edi. Mana shunaqa qilib ular issiq ovqatni kashf qilishgan ekanligi aytiladi. Sumalaklar, atalalar ham nimaga masalan ming yillar davomida pishirib kelinayotgan ovqatga aylangan? Ular ham o'sha hali endi ovchi, terib-termachilikdan chiqib, dehqonchilikning ilk namunalarini yaratgan xalqlar tomonidan barchaga o'tgan taomlar sifatida, ya'ni ilk insoniyatning ilk issiq ovqatlari qatorida eslatiladi. Masalan, hattoki buni 10-12 ming yil deb baholash mumkin. Neolit inqilobi degan atama bor tarixda, arxeologiyada, ya'ni dehqonchilik va chorvachilik kashf qilingandan keyin
ular albatta non yopishga va non pishirishga, to'g'rirog'i hali tandirlar biroz kechroq yaratilgan edi va mana shu bulab pishiriladigan atalar, sumalak, mana shu bulamiq kabi ovqatlar kashf qilingan. Bu juda qadimiy ovqat. Yana men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mahsulotlar xilma-xilligi bu keyin, ya'ni yangi davr, yangi hududlar kashf qilingandan keyin insoniyat yangidan yangi sabzavot turlarini madaniylashtirgandan keyin, lekin mana shu oddiygina, soddagina olovda pishirish orqali, kovlash orqali pishiriladigan ovqatlar, bular juda qadimiy tarixga borib taqaladi va umuman insoniyatni shu ochlikdan saqlab qolgan narsa bu donli ekinlarning unlari hisoblanadi. Ya'ni bu o'sha karbon gidrat deymizmi, bu insoniyatga kuch-quvvat bag'ishlagan, proteinlar, go'shtlar u alohida bir yo'nalish bo'lsa, ya'ni inson organizmiga foydali, lekin mana shu karbon gidrat, ya'ni unlar alohida uning to'q tutishini ta'minlab bergan va bu narsa asta-sekin odamlarni o'troq hayotga olib kelgan. Ya'ni eshigini oldida, hovlisida kichkinagina bug'doy yoki jo'xori shunaqa narsalarni ekib, masalan baqlajon yoki bo'lmasa kungaboqarlar yoki kartoshkalar, pomidorlar, bular juda kech. Ular 18-19-asrda hayotimizga kirib kelib bizni oshxonamizni boyitgan. Bu kabi bizni milliy ovqatlarimiz, bu bizni o'tmishimiz, nafaqat o'tmishimiz, olis o'tmishimiz hisoblanadi. Bilasizmi, ishlatilmasligi aniqrog'i bu birinchidan jamiyatimizni rivojlanishiga bog'liq. Ikkinchidan tabiatimizni juda hozir masalan oldingiga nisbatan, hatto yaqin 100 yilliklardagiga nisbatan hozirgi tabiatimiz ham, rivojlanish ham nihoyatda yuksalib ketdi va taom tayyorlashda ham haligi rang-baranglik ko'payib ketdi. Chunki mahsulotlar ko'paydi, mahsulotlar hamma narsa ham bor. Bu o'simliklardan tortib meva, cheva, u haligi sabzavotlargacha hammasi nihoyatda boy. Shu ma'noda odamlar xilma-xillikka, ya'ni to'qchilikni ham o'ziga xos bir tomonlari borda. Odamlar endi qadimgiga nisbatan juda chiroyli va shirinroq, bir-biridan shirinroq ovqatlar tayyorlashga harakat qila boshlashdi. Sababi mana bizni paytimizda, yoshligimizda bir 5-6 xil ovqat tayyorlangan bo'lsa, atalar deyilardi, patirlar deyilardi. Bugungi kunga kelib, masalan, non mahsulotlarining o'zini xili ko'p. Xili nihoyatda globallashuv jarayoni. Nima? Va mana masalan oshni ham bugungi kunda o'sha Karim Mahmudov nima oshlarini qarang, har bir nimada qishloqda, hatto qishloqda, shaharda o'ziga xos osh. Mana bugungi kunda masalan Toshkentimizda Samarqand oshi, Andijon oshi, Farg'ona oshi, Xorazm oshi juda ko'p turli tuman bo'lib ketdi-da. Bu juda yaxshi. Masalan, haqiqatan ham taomlarimiz chet ellarga borganda, ayniqsa masalan men ko'p chet elga chiqaman, hatto Amerikaga borganda ham afg'on taomlarini, Eron taomlarini, yo turk taomlarini, Xitoy taomlarini yeb ko'rganda ham, lekin o'zimizni taomlarga kelmasligini his qilaman. Shirinlikda ham, hidida ham, yo bo'lmasam ta'mida ham nihoyatda farqi borligini his qilasiz. Hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari, taomimiz, tarixiy taomimiz pishdi, tayyor bo'ldi. Hozir uni Feruzaxon laganlarga suzayaptilar. Shahodat opa, uzr gapingizni bo'ldim. Aytmoqchimanki, katta avlod bor oilalarda qadim ovqatlar haqida ham tushuncha, ma'lumot, hech bo'lmasa bir oyda bir marta tayyorlab turishadi, to'g'rimi? Axir ular bilan an'analarimiz bog'liq. Albatta-da. Mana bizni masalan nevaralarimizgacha ovqat pishirishni biladi. Sababi kelin kelganda albatta uni qo'lini bilishgan, qo'lini shirinligini yo nimaligini, shirin emasligini o'sha taom tayyorlash jarayonida farqlashganda bilishgan.
bugungi kunda qizlarimizga albatta o'rgatishimiz kerak. qadim degan so'zni o'zida hech qachon yo'qolib ketmaydigan ma'no borda, bor. Mana shu opamda qarang, Bebuxonim yozdingiz manada. Hozir taomlarni, qadimgi nimalarni gapiryapsiz-da, men shuni iltimos qilgan bo'larmidim. Doim niyat qilib yuraman, Xudodan so'rab. O'zingiz mana shu Zebunisoni yozdingiz, qarang Bebuxon. Shu rollarni o'ynasangiz, ichingizda mana shu qadimgi koloritlar bor, opada borda. Taomimiz pishdi. Ana. Tatib ko'rasizlar. Hidi endi juda ham ishtaha ochar. Ana qarang, go'zalligini qarang. Tatib ko'rasizlar, baho berasizlar. Ha, bo'ldi. Tarixga bir nazar tashlab, tarixga sho'ng'ishga imkoniyat bergan Feruzaxon Jumaniyozovaga minnatdorlik bildiramiz. Bulamiq degan ovqatni ham yedik. Buni buvlarimizdan eshitardik, oyim rahmatlidan eshitganman. Mana o'zimiz ham yeyishimiz nasib etdi. Juda mazali, haqiqatdan mazali taom. Shahodat aya, bu taomni yegunimcha bulamiq taomi qanaqa bo'lar ekan deb hayron bo'lib yurardim. Ko'p savol qiynardi. Endi buni yeganimdan keyin yana bir savol qiynayaptiki, hamma bulamiqlar ham shunaqa mazali bo'ladimi yoki Feruzaxon tayyorlaganlari shunaqa mazalimi? Hammamizning kayfiyatimiz a'lo darajada. Mana shu paytda bir mumtoz qo'shiq ko'ngil istayapti-da. Endi Maryam opa bizga jonli ijroda qo'shiq aytib beraman dedilar. Shuning uchun davramizga Oybekni ham taklif qilsak, Oybek Jalilov bizga jo'r bo'lib turadilar. Marhamat, keling Oybek. Shahodat aya, suhbatimiz davomida Zebunisoni esladik. Sizni asaringizda ham Zebunisoni gavdalantirganligingiz, uni biz kitobxonlarga bir yana yaqindan biz bilmagan jihatlarini kashf qilib sizga yetkazganingiz haqida gap ketdi. Agar endi hozir Maryam opadan iltimos qilsak, Zebunisoni g'azali bilan bir qo'shiq ijro etib bersalar. Keli muhabbat eli vaslila vafo bordur nigohi garmu ado dilrabo bordur jon oy yoram manay ay salomaday. بیا که زلفی کجو بیا که زلفی کجو چشم سور مساوین جاستمی یاری نگاهی گرم adao idin rabain joste کرشمتی غوم جل یار خنجرو نگاه الماس شهادت طلبی دشت کربلا اینجاست ای جانای یار من ای فریاد
خدای اگر بیشتی دهندم فریب کس نوری قدم زمی کده بیرون منی کجا اینجاست کتاب خانه عالم یارم ورق ورق جسته کتاب خانه عالم ورق جستم خطی تو دیدم و گفتم که مدعا اینجاست ای یاره ای سلام بدهی زکات حسنی اگر میدهی برای خدا بیا که زیبون سا همچو من گدا اینجاست یارم منی سلام آفرین 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 راحت بغضیه شهادت سخانه و محمد بود دیدید شنقه بولدم ustozim rahmatli ustozim Fattoxon Mamadaliyev O'zbekiston xalq artisti marhum ustozim shu olimlarning yonida o'tirganda baqirib aytmang sekingina aytavering degan. Mana hozir xonaki mana shu Nodira begimlar, Zebiniso xonimlar mana shunday yozib o'zlari kuylashgan ham ular. Qiroat qilishgan o'zlarida. Mana hozir shunday bo'lyapman. Juda ham xursand bo'lyapman mana shu yig'inib chiroyli o'tirganimizdan. Tashakkur Maryam. Hoji Abdulaziz Rasulov musiqasi, Hoji Abdulaziz Rasulovning o'zlari ham shu xalqona ohangda o'rganib, ham xalqona ham shu bizning mumtoz kuylarimizni o'rganib, shuni o'rtasidagi bir qo'shiqlar yaratganlarki, shuning uchun ham uni qo'shiqlarini hamma eshitib, hammasi yoqimli, chunki xalqdan olingan va o'sha professional darajada, mumtoz darajada bastalangan kuylar bo'lganligi uchun shu kungacha yetib kelgan. Albatta. Go'zal ijro uchun tashakkur. Albatta, davramiz yanada bu mumtoz kuy qo'shiq bilan fayzli bo'lib ketdi. Lekin taomni unutib qo'yapsizlar. Marhamat, tarixiy taomni tatib ko'ring yana. Azizlar, efirda avval taom ko'rsatuvi, bulamiq taomini pishirib, tatib ham ko'rdik. Qanday baho berasizlar? Juda a'lo, haqiqatan juda yaxshi taom. Buni reklamasiga e'tibor berish kerak, chunki yoshlarimiz bilishi kerak. Nihoyatda chiroyli pishirilgan va
ta'mi yaxshi. Sho'r emasmi? Yo'q, sho'r emas. Ta'mi juda Rahmat. yaxshi. Feruzaxon, qo'lingizga iloyat baraka bersin, iloyat. Sizlar ham Qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Lekin yana bitta narsangizni e'tirof etishim kerak. Sizda Xorazmda albatta shirchoy beriladi. Albatta. Choy bilan qo'shilib, o'sha qora choy bilan qo'shilib, Ovqatdan keyin? ovqatdan keyin sutli choy Ertalab beriladi. Ertalab ham ichiladi. Ertalab ham ichiladi, bilasizmi? Xorazmda ertalab ham mana mehmonlar biz mehmonga borganda ertalab ham, hatto tushda ham, hatto kechkida ham xohlasanglar qora choy bilan sutli choy beraman, sutli choy deyishdi-da. Hayron qoldim va kechqurun ichilganda uyqu zo'r bo'lar ekan. Yaxshi, O'sha uxlatadi. Ha, Uyqu chunki juda mana boshqa siz ko'p mamlakatlarga borib yuribsiz, Shunday. bilasiz choyni Shunday. qanday sutli choy berilishini. Albatta. Qozoqlarda ham ko'p ko'rganman, Xorazmda ko'rdim. Tayyorlab berasiz choyingizdan shir bizga choyni. bersangiz. Albatta, bu shir choy, ikkinchi nomi qora choy deb ham nomlanadi va bu choy nafaqat o'zbeklarda, balkim bizni qardosh xalqlarimiz bo'lgan qozoqlarda va uyg'urlarda ham juda mashhur. Masalan, uyg'urlar atkan choy, qirg'izlarda ham mashhur. Umuman bu turkiy xalqlarning eng qadimdan o'sha chorvachilik bilan muntazam shug'ullanib kelganligini, shu sutdan choy tayyorlashda ham foydalanganini ko'rsatadi. Endi u ichimlikmi yoki taommi? Qaysi guruhga kiradi ko'proq? Endi qarang, uni ichimlik sifatida ham baholash mumkin. Sababi choy, suv, sut, kimlardir tuz qo'shadi, kimlardir shakar qo'shadi. Bu ichimlik sifatida. Lekin men qora choy degan taomni olib kelganida ko'rdim. Ba'zilar tuzga qotgan nonni bo'ktirib, uni ustiga boyagi biz ishlatgan sari moydan ozgina va bir siqim ko'k choy solinganini ham ko'rdim. Bu taom ekan. Masalan, ro'za paytlarida mana shu me'dani to'q tutish uchun mana shunaqangi choy. Xususan men mana Maryam opamni yurti Qashqadaryoda shunaqa taomni ko'rdim. Taom o'rnida edi. Yana bir rivoyat bor. Bu rivoyat bo'yicha bir Uyg'ur xalqlaridan chiqqan rivoyat ekan. 500 ta qo'yini yo'qotishiga shirchoy sababchi bo'lgan, atkan choy sababchi bo'lgan. Nimaga bunaqa deb so'raganimda, haligi podachi shoshganidan qo'ylarni haydab chiqib ketgan. 5 ta bir boyni qo'yini 500 tasini haydab chiqib ketganda, o'sha baribir shirchoy atkan choy ichkisi kelgan. Uyiga qaytib kelib, shu atkan choy ichib, yana borguncha shu 500 ta qo'yini bo'ri bo'g'izlab ketgan ekan. O'shaning uchun atkan choy ichmaguncha birorta ish qilmaymiz degan bir shunaqangi tushuncha bo'lgan ekan. Ishni ertalab atkan choy ichishdan Demak, bu shu boshlash qadar shirin va mazali ichimlikki ko'nikish ham paydo qilar ekanda. Suv qaynatiladi. Suv qaynatiladi. Jarayonni aytib bersangiz. Jarayon shu ozgina suv qaynatiladi, yarim litrdan ozroq va unga qora choy qo'shib. Qora choyning qanday navi bo'lishi kerak? Qora choyning qop-qora navi bo'lishi kerak. Xohishingizga qarab demak. Hattoki ba'zilar buni ko'k choy bilan ham tayyorlaydi. Menimcha ko'k choy bilan tayyorlangani yanada sog'liqqa foydali hisoblanadi. Chunki ko'k choy qora choyga qaraganda foydaliroq, qon bosimini oshirmaydi. Samarqandda ko'k choy bilan. Bizda esa endi Xorazm shimoliyroq hudud bo'lganligi uchun bu qora choydan biz tayyorlaymiz. Demak, uni kichkinagina qozonchada tayyorlash kerak ekan, azizlar. Choygimda tayyorlab bo'lmaydi. Choygumda biroz aralashtirish qiyinroq, murakkabroq, lekin choygumda ham tayyorlasa bo'ladi aslida. Shahzoda opa, oddiy choyga sut solib ichadigan oq choyimizchi? U ham yaxshi. U ham yaxshi. Bizda Samarqandda oddiy o'shanday sut qaynatiladi, keyin sariyog' solinadi, shama solinadi. Hatto choy solinmasdan ko'k choyni shamasi solinadi. Da tanovvul qilinadi. Juda yaxshi. O'ltiribsan uy surib, dilda kimnidir ko'rib. Hayol qanot qayga olib ketdi uchirib, dugona jon dugona.
qaysi baxtiyor odam uyga toldirdi bu dam seni ham lol etdimu ishq degan sirli olam dugona jon dugona ko'ngling gumon bo'lmasin umid guli so'lmasin ey ehtiyot bo'l dugonam ey ishq oftobi to'smasin dugona jon dugona ehtiyot bo'l dugonam ishq oftobi to'smasin ey dugona jon dugona Mana shir choy, qora choyimiz ham tayyor bo'lyapti. Eskida bizni o'sha momolarimiz sutni ham, shir choyni ham qaynatganda shopirib turishni aytardi. Ya'ni sutning ortiqcha haligi suv qismi bug' bo'lib chiqib ketib, haligi eng shirin, qaymoqli sutning haqiqiy ta'mi saqlanib qoladi va toshib ketmaydi deb biz ham shu usuldan foydalanib, rangi juda ham chiroyli, ozgina shakar soldik. Ba'zilar ozgina tuz ham qo'yishadi. Mayli, uni ham qilishimiz mumkin. Ozgina tuz ham solar tuz ham solib yuborishimiz mumkin. Buni shammasi bilan tortilaveradi. Shammasi bilan tortiladi albatta. Juda ajoyib ichimlik. Albatta foydali, chunki sut asab tolalarini tinchlantiradi. Ayniqsa odam charchagan payti, o'sha zo'riqqan, ko'p ishlab, toliqib, zo'riqqan paytlari bu choyni ichsa, uning tanasiga yanada shifo bo'ladi, tinchlantiradi. Mana bu uyqusizlikdan qiynalsa, uxlashga ham yordam beradi. Feruzaxon, bilasizmi, juda ko'plab qardosh xalqlarda mana shu shirchoy ana bir qadriyatga aylanib bo'lganda uni faqat marosimlarda tayyorlashadi. Marosimlarda asosan ko'proq tayyorlanadi, lekin bu kundalik ichiladi. Bundan tashqari, masalan, hattoki boyagi pishirgan bulamiq ovqatimiz hali restoranlarga, oshxonalarga kirib kelmagan ovqat. Ya'ni hali eski o'sha momolarni, onalarni oshxonasidagi ovqat. Ya'ni zamonaviylik uni yo'qotmadi yoki transformatsiyaga omon qolgan taomlar bu transformatsiyaga uchratmadi. Bu shirchoy bu endi o'sha restoran biznesiga kirib borgan. Masalan, Qozog'iston taraflarga o'tsangiz, o'sha atkan choy deb yoki qora choy deb menyularda ko'rishingiz va uni ichishingizni aytib, unga taklif qilishingiz ham mumkin. Mana shirchoy ham juda shirin va mazali chiqishi aniq, chunki uni tarix fanlari doktori Feruzaxon Jumaniyozova tayyorlayaptilar. Qo'shiq uchun rahmat. Lekin baribir bizga o'sha Zebuniso haqidagi Shahodat aya yozgan she'rlarini bastalangan qo'shiqni ijro etib bermadingiz. Mayli, shunday bo'lsa ham o'sha Zebunisoga atalgan she'ringizni o'zidan eshitsak. Zebuniso begimni bilasizlar, Avrangzeb Mirzoni qizlari. Avrangzeb Mirzo Boburiy shahzodalardan hisoblanadi. Avrangzeb Mirzoni otalari Shohjahon, bilasizlar, Shohjahon dunyoda o'sha 7-chi mo'jizani biri hisoblanmas Toj Mahalni qurgan shahzoda, podshoh hisoblanadi, hukmdor hisoblanadi. Lekin Avrangzeb Mirzo otasini 8 yil qamoqda ushlaydi va bu taqdir qizi Zebunisoni ham boshiga tushadi. U ham 20 yil otasini zindon qamog'ida saqlanadi va chiqqandan keyin 7 kundan keyin vafot etadi 63 yoshida va u Zebuniso begim zindonda yozgan xatini o'sha she'rga solganman, she'rni o'qib beraman. Maryam Banu qo'shiq qilyaptilar.
Xudo xohlasa eshitamiz. Uzr, hozir yon daftarim yo'q ekan, o'sha Hechqisi uchun yo'q, hechqisi yo'q. telefondan Qo'l telefonlarimiz o'qishga asosiy majburman. ko'makchilarimiz bemalol. Ota, bugun tush ko'rdim. Tushimda bir qush ko'rdim. Qanotlarida onam, ikkingizni qo'sh ko'rdim. Onam menga boqardi, ko'zidan yosh oqardi. Sen silarding sochimni, onam gullar taqardi. Zil edi onam dardi, sog'inch bag'rin yoqardi. Gul taqilgan sochlarim, ota bugun oqardi. Oq sochlarim, oq tolim, tarashga yo'qdir holim. Zindoningda qaradim, bunchalar bo'lding zolim. Yetmasmidi kuyganim, dunyolardan to'yganim, bir so'z demay o'tingda yondi jondan suyganim. Ulyorsiz qoldi dunyo, gulyorsiz qoldi dunyo. Ruhim yondi yor bilan, alyorsiz qoldi dunyo. Ah, kezdim ishq bozorin, chekib bor g'am ozorin, lek topmadim ulyordek ko'nglimning xaridorin. Sen yo toli ters boqdi, mahbus zinnorin taqdi, beshigimda tilagan baxtlaring suvga oqdi. Davroningga hayf bo'ldim, qismatimga shay bo'ldim. Quduq bildi shoxingni, men qamishday nay bo'ldim. Cho'chgan ko'ngling to'ldimi, kechgan ko'ngling to'ldimi? Oy qizingga oq kafan bichgan ko'ngling to'ldimi? Ota, qahring toshmidi, mehring ko'zda yoshmidi? Malikam deb suyganing zulmingga bardoshmidi? Yo Rab, bu qanday taqdir? Neki bo'lsa shoh haqdir. Nechun osiy bandanga har lahza o'lim naqdir? Umr asli necha yil, men uchun bir kecha yil. Og'ingni ber shahodat, sharobing deb ichayin. Ota, bag'ring toshmidi? Tashakkur. Nihoyatda ta'sirli she'r. Shahodat opa, mana shunday tarixiy mavzularda ijod qilishdan aslo charchamang. Choyimiz, ichimligimiz qanday choy edi? Qora choy yoki shir choy yoki yoki Uyg'urlar tili bilan aytganda atkan choy. Atgan choy. Mana shu ichimligimiz tayyor bo'ldi. Hozir maqolda yaxshi keltirdingiz. Tatib Atgan choy ko'rasizlar. ichmasa bo'lmas ekan. Qo'da choy. Ana bismillahirrohmanirrohim. O'zingizga qo'yib bering. Mana bolingiz. Marhamat. Taom hazm qiluvchi, foydali ichimlik. Eng muhimi menga solmabdilar. Undan oling ichib ko'raylik. Voy, Juda zo'r. Ozgina tuz ham qo'shib yubordik bir chimdim. juda nihoyatda Juda ta'mi ajoyib. boshqacha. Ovqat hazm qilishi shunday bilinib turibdi. Tinchlantiradi. Tashakkur Feruzaxon. Demak, ichimlikni tatib ko'rdik. Bugun oshpazlik qilgan Feruzaxon Jumaniyozovaga minnatdorlik bildiramiz. Afsuski vaqtimiz nihoyalab bormoqda. Ishtaha ochar dastur bo'ldi azizlar. Umid qilamizki, siz bu tarixiy taom va ichimlikni albatta xonadoningizda biron kun tayyorlab ko'rasiz. Ko'rsatuv yakunida aytar so'zlaringiz bo'lsa eshitamiz. Ota bobolarimizdan qolgan har bir narsa biz uchun muqaddasdir. Uni albatta avlodlarimizga yetkazishimiz kerak. Men shularni tilab qolardim, so'rab qolardim. Feruzaxonni qo'llari bundan ham shirin bo'lsin, bundan ham shirin taomlar tayyorlayversinlar va ilm sohasida olib borayotgan ishlariga
omad tilaymiz. Sizdan yangi tarixiy ma'lumotlar kutib qolamiz. Tashakkur. Suhbatda ishtirok etgan yana bir ijodkorimizga ham sozanda, ham jo'ravozlik qilganlarga rahmat deymiz. Asl ona tariximizga, bizni ming yillar davomida shakllangan qadriyatlarimizga befarq bo'lmasligimiz, ularni kelajak avlodga ko'z qorachig'iday asrab-avaylab yetkazishimiz lozim. Mana birgina o'sha shirchoy, qora choyni tayyorlash orqali mana choyning turli turlari mavjud bo'lganligini ham ko'rsatib berishga harakat qildik. Albatta men bu yerda nimani ta'kidlamoqchi bo'lyapman? Mana shu onalarimiz, kelinlarimiz, endi qo'liga kapkir ushagan yosh qizlarimiz mana shu taomlarni bizni o'tmishimizning bir bo'lagi bo'lgan, oshxonamizning milliy yemaklarimizning bir turi bo'lgan, lekin bugungi kunda unutilib borayotgan bu kabi taomlarni tayyorlab, farzandlariga yedirib va uning tarixi haqida, u bilan bog'liq matallar, maqollarni ham, rivoyatlarni ham eslatib o'tishlari shart. Tashakkur. Azizlar, bu avval taom ko'rsatuvi edi. Bugungi suhbatda ishtirok etgan barcha mehmonlarimizga minnatdorlik bildiramiz. Lekin telekanalimizdan uzoqlashmang. Sababi O'zbekiston xalq artisti Maryamxon Sattorovadan go'zal qo'shiqdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Marhamat.